Sana gul olib keldim men. Voy, hayotim buncha chiroyli, rahmat. Beting qursin. 30 yil katta qilgan onaga gul yo'q. Kecha tushgan xotinchasiga gul olib kelgan. Ona sizga kecha olib keldim-ku gul. Yo, menga xuddi shunaqasidan kerak. Ber, ana ona. Buningga qo'li tegdi, boshqa olib kel. Afiye good. Tarararara. Senga nasib olib keldim men. Voy, menga ham xursand bo'ldim. Mana keling rais bu, mana qarang. O'z ko'zingiz bilan qarang. Xotinga naski, onaga shimildir. Mana men oyoq yalang yuribman. Menga naski yo'q. Ona sizga doim paypoq olib beraman-ku, ayting bor-ku. Yo, qachon olib berdi? Yo, olib bersa kiymaymanmi mana? Olib bersa maqtab kiymaymanmi? Men senga shokolad olib keldim. Voy, buncha yaxshisiz. Mana qadrli azizlar, o'zingiz guvoh bo'lib turganingizdek, kechalari bedor bo'lib, bolaga non suv berib chiqqan onaga shokolad yo'q, lekin 4 kunlik kelinga shokolad bor. Ona shokolad yomon ko'raman derdingiz-ku siz. Yo, men xuddi mana shunaqa yong'oqlisini yaxshi ko'raman. Beraymi shuni? Yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kir, senga tropik meva olib keldim. Voy, Beting qursin. O'sha tropik mevaga tiqilib olyapsanmi? Mana qo'ni-qo'shni ko'ringlar. Mana kechalar bedor bo'lib boqib chiqqan onaga tropik meva yo'q. Ona kecha olib keldim-ku sizga. Minnat qilma. Minnat qiladigan bo'lsak olib kelma. Ona kelingiz bilan shunday ishonch do'koniga borib kelay. Aman. hayotim, endi ishonch do'konlaridan Xitoyda ham yo'q narxlarda xarid qilishimiz mumkin. Yo'q-e? Avalon konditsionerlar 6 million 3 ming so'm. Shivagi gaz plitalari 2 million 299 ming so'm. 30 litrli Maytesh drizerlari 1 million 39 ming so'm. 7 kiloli LG kir yuvish mashinalari 5 million 565 ming so'm. Zo'r ekan. Shundan bitta olaylik. Yo, hozir onamlarga televizor olamiz, kirmoshdan ertaga olamiz. Tinchlikmi? Kecha aytgan narsasini olib bermadim-da, sizga televizor oldim. Olib ber, bolam, shuncha mehnat qilyapti, ishimizni qil, olib ber. Ayol kishini ko'ngli nozik bo'ladi, bolam. Olib ber degan narsasini olib ber. O'zi sizga aytmasdan bitta tilla o'ziga olib berganman. Beting qursin, odam bo'lmading-da. Aliya bu xo'rlangan qaynonalar kompaniyasimi? Tez yetib keling. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim, akam keldilar. O'g'lim, ana endi to'yni qilamiz seni. Ha, to'y bo'lsa to'yda. 13. O'g'lim, menga bitta yangi kostyum shim olaylik. Bu bilan qudoqlar oldiga uyalaman-da. Michael Jacksonning kostyum shim bilan shlyapasi bizni zo'r o'laydi-da. Bo'ldi dada. Ha, malades. Menga qunduzni terisidan shuba bo'lsa, yoqasiga tulkini dumi osilib tursa. Ona yozku hozir issiq-ku. Olib bermasa, olib bermayman deb, o'g'lim to'yga shunaqa shuba kiyamadim, niyat qilganman. Mana. Men bilan yettita dugonamga seren rangli ko'ylakdan tiktiraylik, kelin salomga kelibdi, bunday qilamiz. Bunday qil. Hamma tamom. Yana 1400. Yettita dugonamga ham ularning puli yo'q, siz Rossiyadan kelgansiz? Yo'q, Rossiyadan keldi deb men. Menga $1000 ber, restoran gaplashib kelay. Ha, mana. Sani to'yingga 10 ta barmog'imga 10 ta tilla uzuk taqaman deb niyat qilgandim. Keyin o'ylasam xato bo'pti, kerak emas ekan. O'shada kerak emas ona. Undan ko'ra 10 grammli tilla zanjir olib berasan. Mushtumdek qo'lini ham bo'lsa, ko'zlari olmosdan, ha? Olmosdan. Menga ona. Ha, o'g'lim. $100 $100 salon gaplashganman. $100 bo'lsa, ma. Yettita dugonamga ham-da. Qanday o'g'lim to'yga keladimi o'zi qilsin? Xola, bir 50 ta akvarium olib keldim. Qayerga tushiray? Akvarium kim aytgan sizga? Men aytganman, to'yxonaga dasturxon o'rtasiga qo'yamiz. Chiroyli chiqadi-da. To'yga Munisa bilan Luizani aytsang, Luiza boshlovchi bo'ladi, Munisa qo'shiq aytadi. Bobo qimmatda ular. Bo'ldi, olib kelaman, qo'yib olib kelaman. Menga bitta telefon olib ber, qudalar oldida avtoritet bo'ladi. Pulim qolmadi, bobo. Ya, bu yoqqa yur. Milliy bog' metro bekatidan chiqqaningda to'g'risida Highland Electronics yur. Bir iPhone 13 Pro Max'dan 17 Pro Max'gacha Samsungning hamma modellari bor. Ana bera Dyson fenlaridan Dyson pilisoslarigacha bor. Rahmatli buvinglarni ko'rib. Avval bitta iPhone olib ber. Bobo, aytdim-ku, pulim kamroqda. Bu yerda boshlang'ich to'lovini qilasan, telefonni beradi, qolganini muddatli to'lovga bo'lib to'laysan. Zo'r-ku, oling, qanaqasidan olasiz? Mana oranjisdan olaman. To'yga Munisa keladi, keyin uni syomka qilaman. Dada, men o'ylab ko'rdim, katta bo'lsam. Katta bo'lsang futbolchi bo'lasan, bacham. Ronaldinho Peleda golni dan qo'qasan, tirnovkan boshla. Dada, men o'zim futbolchi bo'lasan, tamom deyapman, be. Ha. Nima balo qapilyapsan yana? Dada, aytdilar, men futbolchi bo'laykanim. Bitta to'pni orqasida kuchukdek quvalashing qoluvdi. Meni ota-bobolarimdek doktor bo'lasan. Doktor?
Yuragim, pochkam. Nima qilyapsan hech qalatdi? Dada, onam aytdilar, men doktor bo'lar ekanim. Sen voyenni bo'lasan, bu uyga men aytgan. Voyenni? Dadam harbiy bo'lasan dedilar-da. Hech qanaqa voyenniy bo'lmaysan, amakingni oshpaz bo'lasan, tamom? Oshpaz? Jiyan, oshxonada nima qilyapsan? Ha, xola, onam aytdilar, amakimda zo'r povur bo'lar ekanim. Hech qanaqa oshpaz bo'lmaysan. Meni kasbim eng zo'ri, o'zim o'rgataman. Sut, qatiq, qaymoq. Xola, o'zi bundan normal pul topsa bo'ladimi? Zo'r pul qoladi. Uchastka moshinni hammasini shuni pulidan qilganman. Hamma to'g'ri aytyapmanmi hozir? Qani, kefir dechi? Kefir. Yo'q, kefir emas. Kefir deb ayt. Kefir. Sendan chiqadi, amaliyot. Ajiyan. Assalomu alaykum tog'a. Va alaykum. Men xolam bilan kefir sotyapman. Hech qanaqa qattiq pasqich bo'lmaysan. Mana tog'a kasb seni haqiqiy kasbing. Mana jiyanim hozir polvon bola o'z mahoratini ko'rsatadi. Nima qilaman tog'a? Salto o'tasan, bir ikki so'm pul olamiz. Ana mahoratini ko'rsatadi. Salto ot. O'zi noto'g'ri sakradi-da. Bu voyenni bo'ladi bu. Oshpaz bo'ladi bu. Kefirchi bo'ladi. Yo, futbolchi bo'ladi bu. Doktor bo'ladi. Dorbasi ham yomon emas. To'xtanglar, meni ham eshitinglar. Uyda qanaqa masala hal bo'lsa, o'shanda men ham o'z fikrimni bildirishga haqqim bor. Kerak bo'lsa bu masalada vakolatli organlar bor. Qonundan ham kiritib qo'yibdi 15-modda. Iltimos, meni ham eshitinglar. Men uchuvchi bo'lmoqchiman. Dorboschi bo'lur, tepada yurasan, shuni effektini beradi. Qol yog'ochdan qanday chiqinlar, otqinlar. Dada, bizga pahlavon jo'ram keldi. Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Hojiyan ke? Bu ko'ndiradi o'z dadamni. To'y qachon endi tog'a? Sunnat to'yimi? Kuzlarga nasib bo'lsa. Bu sunnat bo'lgan-ku. Ukam aytibdilar, yur, onamlar oldariga boraylik, to'g'ri ko'ndirgin. Xola, siz ham o'zdan ishlab, shuna charchab ketdingiz, endi nima siza bilar ekan, endi jo'ram bir. Ha, shuni aytaman-da, qiynalib ketdim-da, endi jo'ray bir pul yig'ib, Ha, to'y deymiz. Sanatoriyaga olib borsam, mazza qilib dam olib kelaman-da, ha polvonim. Sen so'rayapsan, bir to'g'ri so'ra. Sen shuna jumla tuzginki, uni ma'nosi erkinli to'y qachon bo'lsin? Xola, erkinli to'y qachon? Bolam, buni biz ham bilamiz. Erkinjonni boshimizga yostiq qilmoqchi emasmiz. Lekin ro'zg'orni tortish oson emas. Haqiqatan xolajon ro'zg'or deydilar. Lekin beplaydi xolajon. Men aytolmayman, nima deyishni bilmayman. Dada, ona saniki, o'zing nima qilsan qil. Bo'ldi, o'zim gaplasham, boshingdan qolsin. Dada, ana qo'shnimiz nevaralarini o'ynatib, mazza qilib yuribdi. Siz ham shunday yurasizmi yo? Haqiqatan, men ham ketdim, uni nevaralarini o'ynatib kelaman. Nima dey? Kim olib kelay bularga? Yo'q, dangalar aytinglar, uylanma. Tağlarning darasi, chavandoz yigitning sarasi. O'g'lim, sen kasal bo'lma, sen kasal bo'lsang, men nima qilaman? Ayt, qanaqa choy ichasan? Ko'k choy, asal choy, limon choy, bodring choy, pomidor choy. Ona sal tomog'im qirilgandaymi? Kelin, kipitok olib keling. Oyijon, hozir olib keldim-ku. Yangi olib keling. Oyijon, temperatura 42 bo'lib ketibdi, qarang. Nima qilibdi 42 bo'lsa? O'zi ayollarning normal temperaturasi 42 bo'ladi, erkaklarning 36 bo'ladi. Oyijon, hech bo'lmasa bitta kipitok ichay. O'zi ana shunaqa har kun kipitok ichib, suvdan qarz bo'lib ketdi odam. Nimaga chiqding? Joyingga kir, yot. Yaxshi, men ona shunday mollarga qarab kelay, och qolib ketdi. O'lib ketsin o'sha mol, seni joningni aziz emas, bolam. Qo'y yog' olib keldi, belingga surtamiz. Tuxum olib keldi, bug'umlaringga surtamiz. Chistok olib keldi, boshingga surtamiz. Yot. Shart emas edi. Ha, kelin, nima qilyapsiz? Oyijon, mazam bo'lmayapti, ozgina dam olay. Mollarga qarang. Oyijon, doktor chaqiraylik. Nima? Doktor kelib mollarga qarasinmi? Yo'q, bo'ldi, ketyapman. Onajon, yechaylik, men isib ketyapman. Jim tur, o'g'lim, sen kasalsan. O'sha payt men aytganim qilib, Nekov skulda o'qigan birorta doktor qizga uylanganingda, hozir senga qarardi. Sevaman, o'laman, kuyaman deb topgan qizingga uylantirdik. Mana hech narsani tushunmaydi. Oyijon, eshitib turibman gaplaringizni. Voy, qo'rqib ketdim, xijolatman, Mollarga qaradingizmi? Bahor keldi, ariqlan, qozonmiz. Hammaga 10 metrdan to'g'ri kelib, kiyiming alsirib chiqib ketdik, qozaylik. Hozir. Qanaqa hashar? O'g'lim bormaydi, u betob. Qasalan, joyimizga tashlab ketmaymiz. Yo'q, pulini bering. Pulini? Mana kelinim borib, o'g'limning o'rniga o'sha ariqni qozib keladi. Boring. Oyijon, Kelalab o'tkaz, olib chiqay, qo'l bilan qozmaysiz-ku. Shakar qo'llaringdan sharbat icharman. voy, adasi boshlandi. Nima boshlandi? Men nima qilay? Oy. Dada! Yara, boshlandi-mi? Xotinchi. Aka, Malibuni zavat qiling. Suril. Bo'ldi, o'tib ketdi.
Aniq o'tib ketdimi? Ha, bo'ldi, o'tib ketdi. Tosh o'tib ketdi, bor soqol, ola, birta. Ana-ku, ey. Men Sardorlarga nahorga oshga o'tib kelay shunay. Obed bo'ldi-ku. Ketdilar, uxlab qo'limni. Boshlandi. Boshlandi. Nima boshlandi? Dardi boshlandi. Shoshma, yo shosh, dada. Ha, ye, hayda, radomlaydi. Hali o'qil. Aka, Malibuni zavod qiling. Sik. Shoshmanglar. Lang kuning kichki. Bo'l, qaytasiz tez shpit. Qo'shnilar lapotkalarni berib turing. Darvozani oching! Qani ochiladi? O'tib ketdi. O'tib ketdimi ana? Ha, ojon o'tib ketdi. Tushunadi. Tush, tez. Bo'ldi, darvozani ochmang. Yurakni yordingiz deb o'zim topib qo'yay dedim. Nimaga chiqdingiz? Bilmayman, esidan chiqib ketdi. Xon saroyini mana shu yil topshiriladigan orzular loyihasidan 100% to'lov qilib uy olsang, kvadrat metr 11 million 990 mingdan ekan. Bitta bosmaymizmi? Shuni olaylik. Oy. Hozir boshlanadi. Yo'q-e. Ha. Ha, vahima qilasanlar. Oy, boshlandi. Aytdim-ku. Aka, Kalt o'zimda. buni izlab yurib aytmaysizmi? Shoshmasdaydi. Shoshmasdaydi. Kerak, chuqur nafas oling. Gazni bos. Radarga tushsam, mana endi gazni bosaman. Hali bor ekan. Tuyani go'shtini yeganmi, nima balo? Men tezroq kelib. Kim bo'lasiz bu? Yema kim ola bo'langni. Şeker kollarından şerbet içermen. Biz hozir akamlarga osh kerak desak, undan oshni qazon bilan keltirdi. Buni qaranglar. Mana mini mis qazon, mana osh. Haqiqiy mis qozonda pishgan buxorocha osh. Bu qanaqa osh deyiladi? Osh hisobli Buxoroni o'sha qozonda tayyorlanadigan dietetический osh hisoblanadi. Ana dietetический degan joyni eshitdinglar? Eshitdinglar? Ibn Sino tavsiya qilgan osh bu. Dietetический sog'liqqa juda ham foydali. Ana bu go'sht, ana go'sht. Bugun biz go'sht yeymiz ana. Shunday qilib joy tahlil Ana endi sabz so'na, ana sabz alohida beraman. Okey, ara. buni yeyish kerak.